Siz allergiyangizni davolasa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini tushuntirib beraman. Ko'plab bemorlar biror mahsulotni yeb qo'yib, burundagi tumov, ya'ni burun bitish holati, qichishish, achishish, aksovurish kabi holatlar bilan allergiya deb o'ylagan holatda tekshiruvga borishadi. Lekin bu yerda allergiya aniqlanmaydi. Xo'p, bu unda qanaqa holat? Chunki bu sizda hali haqiqiy allergiya emas, ovqat allergiyasi. Haqiqiy allergiyada, masalan, hozir sezondagi mevamiz, qulupnay mevasini siz bir donagina yesangiz ham allergiyaga xos bo'lgan o'zgarishlar yuzaga kela boshlaydi. Lekin ovqat allergiyasida esa bu jarayon biroz boshqacharoq kechadi. Ovqat allergiyasida esa aynan shu siz qulupnay mevasini ko'p miqdorda yeb qo'ysangizgina keyin allergiyaga xos bo'lgan o'zgarishlar yuzaga kela boshlaydi. Demak, bu jarayonda nima qilish kerak? Agar sizda haqiqiy allergiya bo'lsa, ya'ni shu ikkita holatni bir-biridan farqlagan holatda, agar sizda bitta meva yeganingizda ham allergiyaga xos o'zgarishlar bo'lsa, bunda siz allergologga murojaat qilishingiz kerak va immunolog vrachiga. Lekin sizda qulupnay mevasini yoki bir boshqa mahsulotni ko'p miqdorda yeb qo'ygandan keyin shikoyatlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, bunda sizga aynan shu mahsulotni norma miqdorida, ya'ni kamroq miqdorda yeyishingiz tavsiya etiladi. Videoni allergiyasi bor bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.